Dunyoviy mashhur asar Yigit degan shundoq bo'lsa. Abdori Ihson Abdulquddus, Misr. 3-bob. İbrahim derazadan kirgan quyosh nurining ko'zini chiqishidan uyg'ondi. Ko'zlarini ochib, o'zining na'dligini unutib qolgandek, g'angirgan holda atrofga qaradi. Uy quyosh nuriga cho'milgan edi. U yeniga qarab, muhitning yo'qligini ko'rdi. Soatiga qarab edi, soat istilkisi 9 dan 15 minut o'tganligini ko'rsatib turadi. İbrahim, muhit nega ketgandi? Nimishqa meni uyg'otib qo'ymagandi deb hayron bo'ldi. U muhit kirib qolar deb birpas jim yotdi. Muhit xiligacha kirmagandan keyin karvatdan tushdi va qulim qo'shnilar ko'rib qolmasin deb derazadan neri turdi. İbrahim o'ltirib plan tuzishga boshladi. Qenib uxlag'ashqimi, uning zehni to'liq asliga kelgan edi. U o'ylaganlarini to'g'ri deb bildi. Kelgusini aniq ko'rgandek bo'lib shatlandi. Hukumatning radioda e'lon qilgan tahdid va aldash xarakterdagi uqtirishi uning umidvorligiga qilcha ta'sir yetkazolmadi. Kishilar yaxshi va yomon deb ayriladi. Tahdid silish va aldashlar xalqning mohiyatini o'zgartirib olmaydi. Yaxshi odam hamon yaxshi, yomon odamlar yanada shundoq bo'ladi. U ixtiyorsiz kulvatdi. Bu uning hukumatni, harbiy qo'mondonni, harbiy holat tuzumini, uni darg'a osmoqchi bo'layotganlarini zanglik qilgani edi. Osmoqchi bo'lganliklarini zanglik qilgani edi. Muhit texchi kirmadi. İbrahim muhitni chaqiray dedi-yu, xijil bo'ldi. Bu uyda qizlar bor. Ular mening mavjudligimni his qilmagani tuzuk. Vaqirab yursam, ularning ko'ziga sat ko'rinib qolmay, yana deb jimmada o'ltirib muhitni saqladi. Muhit yanada kirmagan edi. U sal jili bo'ldi. Yuzini yuyib, og'zini chayqab, ishiga kirishsa bo'ladi emasmi? İbrahim ko'nglikini, shimini kiydi. Birdamla ko'ngliga bir yomon ish kechdi. Muhit nega ketgandi? U nimishqa qaytib kirmaydi. U saqchini boshlab kelib, tutqicha qochib ketmasin deb eshikni sirtidan etib qo'ydimi ya? U kamarnimi bog'lamasdan shimini ko'targanicha putining uchida dastlab eshik tubiga bordi-da, eshikni ostan ochib baqdi. Eshik qulflanmagan edi. U xotirjam bo'ldi. Eshikni yana ostan yepib qo'yib, kamarni bog'ladi. O'rindiqqa o'ltirib, oyog'ini kiyib etib, beshini ostan ko'tardi. Ko'zlarida yana shubha, ansizlik alomatlari paydo bo'ldi. Tashqaridagi eshikni qulflab qo'yib, uydagilarning hammasi chiqib ketdimi ya? Yoki bo'lmasa ular radiodan tutish buyrug'ini angladik. Endi sizni ip qilolmagadakmiz, vaqtida yo'lingizga mangsingiz bo'larmikin deganni qilib, eshikni atay ochiq qo'yganmidi? Bu uyda turaverishga bo'lmaydi. Tez ketish kerak. Hozirla. U o'rnidan ixtiyorsiz likkida turib ketdi. Üstel yeniga berib, tartmasidan tapanchini oldi. Tapanchini texi yanchiqiga salmagan edi. Eshikni biri chekdi. İbrahim tapanchini darhol tartmaga soldi-da, eshikka qarab: "Kim?" Ovozining noyatda qo'pol chiqqanligini sezib, sipoyilik bilan "Kiring" dedi. Sirtdan muloyim ovoz anglandi. "İbrahim efendi, uyg'ondingizmi?" Buni muhitning kichik singlisi Navalning ovozi deb jazm qildi. Qiziq ish, u Navalning ovozini tunib oldi. Shunga adab bilan javob qaytardi. O'rnimdan turdim, "Kiring." Eshik ostan ochilib, Naval kirib keldi. Uning chiroyida qandoq kulishini bilmay g'angirab qolgandek tabassum bor edi. Qiz bu tabassumi bilan İbrahimni huduqtirib qo'ydi. Muhitni kutib turgan İbrahim Navalni ko'rib bakmo tamtirab ketdi va ixtiyorsiz "Muhit qani" devatdi. Orqadan o'zini adablik ko'rsatish uchun talaffuzini sal o'zgartib qo'shib qo'ydi. "Atdeganligingiz xayrli bo'lsin." Naval uningga tikilib javob berdi. "Atdeganligingiz xayrli bo'lsin. Muhit atdegandila maktabiga ketdi." İbrahim Navalning so'zini uzib etdi. Ammo darrov ochchig'ini ichiga yutib, qizga chandurmaslik uchun yerga qarab oldi. U nimishqa jimidla maktabga ketadi? Ketishdan burun menga deb qo'ysa bo'lmamdi.
Naval İbrahimning ochiqi kelganligini sezdi bo'lg'ay. Atdigan maslahatlashib, dadam sizni yaxshi uxlab, aram elib olsin, dedi. Sizni 1 yildan beri bo'libmi turmada aramxuda uxlay olmagandi deb o'yladik, dedi. İbrahim bu kishilarning bunchalik oqko'ngil va sodiqligiga hayron bo'lgandek beshini ko'tarib Navalga qaradi. Ondan yana ko'zlarini yerga tikib dedi: "Mundaq kunda xotirjam uxlay olamdiman." Naval İbrahim bilan takallashmoqchi yoki uni ayiblamoqchi bo'lgandek qoshlarini uchirib qo'yib: "Amaliyotda siz xo'rak tortmagan bilan rosa qattiq uxladingiz", dedi. Rastını aytsam, bak herib ketibdiman. Biroq muhit mang'ucha ko'rishib olgan bo'lsam bo'latdi. Uningga topilaydigan ish bor edi. Endi biz butun bir kunni zoya qiladigan bo'ldik, dedi u. Kun degan jiq gap, dedi Naval uningga tasalli bergandek. Orqadan so'radi: "Yuzingizni yuyamsiz?" İbrahim ulug' kichik tindi. Bu yerda turalishiga ishonmaydi. U Navalga qarabmi qo'ymay ishga qarab mangdi. Naval bo'lsa uning beshidan tapinigacha sap soldi. Uning bug'doy o'ng, dehqonga ham shaharliklarga o'xshashadigan chiroyiga, yo'g'on qo'ng'ir ko'zlariga qaradi. İbrahim ko'nglidagini ifodalab qo'yishdan qo'rqib, ko'zlarini yerdan uzmadi. Naval uning dushmanning yuragiga qodiladigan nayzadek qonshaliq burniga, oz gap qiladigan og'ziga, nepiz lavlariga, kang ham butun irodasi to'plangandek ko'rinadigan ingikiga qaradi. İbrahim beshinimi ko'tarmay eshikdan chiqishiga, birining cho'chib vaqirgan ovozini anglab, darhol beshini ko'tarib qaradi. Oldida Samiya turibdi. U havorang uzun kechilik kiyim kiygan. Yanglarini turib olgan edi. U İbrahimga uchrab qilishini xiyoliga keltirmagachga, darhol ikki qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Arqadan texi chechini tarmag'anligi esiga kelib, bir qo'li bilan chekki sochlarini tuzashtirdi. Ikkalanlar hodiqib ketgachga omon esenlik so'rashmadi. Samiya o'zini sal besib oldida İbrahimning oldidan o'tib bir uyga kirib ketdi. İbrahim apu so'ragan ham madad tilgan tarzda Navalga qaradi. Naval kulib etdi. U İbrahimni yuz yuyish uyiga boshlab ketib etdi. Hadam Samiya bakko'rin. Atdiganda u uydan bu uyga kirib aylanib yuridi. Dadam kelishiga oz qolganda ondan kiyimlarini almashtirdi, dedi. İbrahim kulimsirab qo'ydi. Yuyinish uyiga kiribla eshikni taqidi. Orqadan ching taqalmaganligini tekshirgandan keyin o'rnida jimjit turib qoldi. Bahmuchili bo'ldi. Turmada hammasi erkaklar bo'lg'achqa u xeyli erkin edi. Bu yerda ko'zga ko'rinmaydigan qizlardan tuzilgan qatma-qat to'siqlar bo'lg'achqa u xijil bo'ladi. Ham bu yerda tursam, bu uyning nomiga dog' keltirgan bo'laman deb g'am qiladi. İbrahim yuzini yuvishga boshladi. Yuyib bo'lib ishkini etishni yoki avval ishkni chekib qizlarni askartib qo'yishni bilolmay ishik tubida birpas turib qoldi. Oxir ishikni chekib qo'yib etishni loyiq topdi-da, ishikni bo'sh chekdi. Orqadan qattiq chekdi. Shu an Navalning ovozi anglandi. "Chiqing." Bu uyda boshqa odam yo'qdek, yana Navalg'u. Navalning ovozi uningga boshqacha tuyulmadi. Aksicha Naval uningga bu uydagi birdan-bir do'stidek, o'zining harakatiga qatnashayotgan 7 nafar hamrohining qatoriga qo'shmoqchi bo'lgan do'stidek bilinib, intayin xo'sh bo'ldi va buningga o'zimi hayron qoldi. İbrahim ishikni ichibla ochiq ko'ngillik bilan kulib turgan Navalni ko'rib, kulib qo'yib hujrasiga qarab mangdi. Naval kaynidan mangdi. Ishik tubiga kelganda u orqaga burilib, Navalga derizini imo qilib, "Derizining qapqig'ini yepib etsangiz qandoq?" dedi. Navalning ko'zlari chaqnab ketdi. İbrahimning ko'nglidagini tushungan qiz o'zini qahramonning oldida turayotganligini o'ylab, xuddi cho'ng bir vatanparvarlik harakatga qadam tashlagandek chattaslik bilan uyga kirdi-da, derizining qapqig'ini yopdi. İbrahim uyga kirdi. Navalga qaramaslikqa tirishib, muhitning tag'ig'ini elib, aynakka qarab chechini taridi. Birdanla uyda Navalning borligini esiga elib, o'zining aynakka qarab turganligidan xijil bo'lib ketdi. Sababi
u er kishining aynakka qarashini erlik g'ururiga tegadigan ish deb bilatdi. Shunga u chechini onda-mundala tarab bo'ldi qildi. Siz tamoqxonaga chiqib nashta qiling, men uyni yig'ishtirib qo'yay, dedi Naval. Rahmat, dedi Ibrohim bo'sh ovoz bilan. Ibrohim hujradan chiqib ancha mangmayla Navalning opasi qo'shchiradi. Mo'mayning go'shlik, xushxo'y chiroyidan oq ko'ngillik bilinib turadi. U Ibrohimni ko'ribla, "Balam, yaxshi turdingizmi? Tez berib nashta qilib oling", dedi. Ibrohim javob berguncha u yana vaqirab digidek so'zlab ketdi. "Samiya, qara buni, nagami ketgandi? Oshxonaning ishini faqat qilmabdi. Amdigo Saniyaning qanchalik chaqqanligini bilgansizlar? U uyning butun ishini qiladi. Sizlarchi gap qilishni bilasizlar." U Ibrohimga qarab, "Balam, berib nashta qilib oling", dedi. Ondan Navalga qaradi. "Men bilan oshxonaga kirgin. Bugun men uy yig'ishtirmoqchi, Samiya oshxonada ishlamoqchi bo'lgan", dedi Naval norozi bo'lib. "Mangsangchi, gap angla." Naval xafa bo'lib beshini chayqab qo'ydi-da, opasining orqasidan ketdi. Ibrohim tamoqxonaga kirib o'ltirdi. Ustalda bir taxsa dumlab pishirilgan dadur va bir parcha erimchik, bir necha tal tuzlangan zaytun turadi. U bularni yeyishga boshladi. Go'yo atrofida yalang'och qizlar turgandek atrofiga qarashga jur'at qilolmadi. Ibrohim plani ustida o'ylandi. Sepdoshlari bilan aloqalashishi lozim edi. Bu ish muhitsiz bitmaydigan bo'lg'achqa, uningga muhitni planiga kirgizishdan boshqa amal yo'q edi. Uning attiganlik gazetni ko'rgisi keldi. U turmaga so'langandan buyon gazetdan odatdagi gazet o'qirmanlaridanmi ko'p narsalarni bilib olishga odatlangan bo'lib, gazet o'qish uning uchun cho'ng ish bo'lib qolgan. Turmada gazet bermagashga norozilik bildirgan. Bu yerda, bu oilada u gazet o'qiyman deyalamdi. Uningda qanday huquq, qanday sabab bor deysiz? Uning hukumat radioda e'lon qilgan tutish buyrug'ining ta'sirini bilgisimi bor edi. Naval bu haqda gap qilmagan. Uning hadisi va opsimi ko'ngliga azor berib qo'yishdan ansirgandek, yoki uningga bu uyda turishning xatarlik ekanligini bildirgisi kelmagandek, bu haqda undamagan edi. Ular yaxshi ko'ngil bilan shunday qilyotdi. Ammo ular buning bilan Ibrohimni osal ahvolga tushirib, ishni murakkablashtirayotganini bilmaydi. Ibrohim ularning o'zini bir qochqin, hukumat tutishga buyruq qilgan odam qatorida ko'rishini umid qiladi. Shunday bo'lganda Ibrohim ular bilan o'zining plani to'g'risida ochiq-oshkora so'zlashalaydi. Ammo hozir uyda ayollarla bor edi. U amalsizlikdan erlarning kelishini kutishga majbur bo'ldi. Shu xiyonlar kalasidan neri ketmagan Ibrohim tamoqning ta'minini bilolmadi. Bir necha minut vaqtmi necha soatdek bilinib ketdi. U ketish planini ishga oshirish uchun o'tib ketgan vaqtni va oldidagi vaqtni to'liq hisoblashi kerak edi. U tamoqni yeb bo'libmi xeligacha beshinimi ko'tarmay, atrofga qaramay, xuddi boshqalarning boshlab mengishini kutib turgan qarg'u odamdek o'ltirib qoldi. Shu asnoda Navalning ovozi anglandi. "Hujraga kirsangiz yuring." Ibrohim qizning yeniga kelib qolganligini amdi bilgandek, beshini ko'tarib va g'o'dirgandek "Rahmat" deb qo'ydi. Ibrohim uyga kirganda gap qiladigandak Navalga qaradi. Ammo gap qilmadi. Navaldan attiganlik gazet topqili bo'larmi deb so'ramoqchi edi. Lekin gazet so'rasa, ularga ovorchilik tepib bersa bo'lmaydiganligini his qildi. Naval kulib turib, "Bir narsa lozim bo'lsa, meni chaqiring", dedi va mengishga tamshilib to'xtab qo'shib qo'ydi. "Gazetni dadam ilib keladi. Agar siz hozir ko'radigan bo'lsangiz, men akirib beray." Ibrohim uningga hayron bo'lib qaradi. Qiziq ish. Naval uning ko'nglidagini qanday bilib olgandi? "Rahmat, lozim yo'q. Ha, radioni assaq bo'lamdi. 2 kundan buyon radio anglatishning tayini yo'q", dedi Naval sal ikkilanib. Hech bo'lmaganda xabar anglaymiz." "Bo'ladi", dedi Naval amalsiz. Ondan chiqib ketdi.
İbrahim o'rindiqda o'ltirdi va navalni o'ylamaslikqa tirishdi. Ammo mumkin bo'lmadi. Oxir atrofdagi kishilarni o'ylashga, har bir odamni planiga kirgizishga majbur bo'ldi. Naval aqlli, botir qiz. Uningga yordam qila oladi. Balki aksidanmi ishonchli bo'lishi mumkin. Biroq u qiz bola. İbrahim qizlarga ishonmaydi. Uning ustiga erlar ustiga ilishqa tegishlik mas'uliyatni qizlarga ortib qo'yishga İbrahimning ko'ngli unimaydi. Yana bir jihatdan o'ziga panohlik bergan mundaq bir oliyjanob oilaning qizini o'z planiga kirgizib olsa bo'lmaydi-da. Hargiz bo'lmaydi. Uning vijdoni buningga yo'l qo'ymaydi. Shundaqdimi u konkret planlari ustida o'ylanganda yanada navalga belgilik o'rin berdi. Radioning ovozi anglandi. Diktor xabarlar programmasining oyoqlashganligini e'lon qildi. İbrahim afsuslangan holda beshini chayqab qo'ydi. İbrahim birdam xiyolga patatdi. Birdam muhitning kitoblarini ilib varaqlab qo'yatdi. Vaqt noiti osti o'tmoqda. U beorom bo'lishga boshladi. Sirtdagi eshik qo'ng'iroqi jiringlaganda bakmo jiddilashib ketdi. Uning yuragi gupildab so'qib, badaniga titrak o'lashdi. Tunigun u ketishga tayyorlangandimi mushundaq bo'lgan edi. Muhitning singlisi bilan so'zlashgan ovozini anglab, İbrahimning ko'ngli sal oromiga tushgandek bo'ldi. U do'sti bilan ko'rishishga taraddudlanib, xotirjam o'tirgan qiyofatga kirib kulimsiradi, lekin Muhit xeyligacha kirmadi. Bu vaqt İbrahimga noiti uzun bilindi. Ishik chekilganda ko'nglining tit-tit bo'layotganligini chandurmay, go'yo hech ish bo'lmagandek, "Kiring", dedi. Muhit kirib keldi. Uning chiroyi pishib, vaqti o'tib ketgan limondek sarg'aygan. Japa mushaqqatlik uzun safardan kelgandek mag'duridan ketgan edi. Ko'zlaridan ansizlik chiqib turardi. Qadamlarimi mast odamninkidek egiz-bas edi. U İbrahimga udul qaray olmadi. İbrahim uningga diqqat bilan sap soldi. Ondan aradagi takallufni yo'q qilish uchun maqsadlik holda o'rnidan turmasdan qadinas og'inlardek murojaat qildi. Qandaroq? Muhit qo'lidagi daftarlarni ustalga tashlab, ikki barmoqi bilan ko'zoynakini tuzab qo'yib, "Siz qandaroq turdingiz, İbrahim efendi?" dedi. Uning bu so'zi javobga emas, majburiyat yuzasidan qilingan so'zga o'xshaydi. Uning "efendi" deyishi İbrahimga bakla g'alati tuyuldi. Shunga İbrahim jim bo'lib o'yga cho'mdi. U asli tunigundan boshlab Muhit bilan o'ttirimizdagi takalluf yo'qoldi deb o'ylagan edi. Endi nima ish bo'lgandi? İbrahim o'rnidan turib kulib qo'ydi. Ondan Muhitning yeniga berib dedi: "Ahvol qandaroq?" Muhit yanada uningga qaramay javob berdi: "Butun maktabdagilar siz to'g'riliq so'zlashyapti." İbrahim qiziqib so'radi: "Ular nima deyishyapti?" Muhit uningga lappada qarab qo'yib, boshqa yoqqa qarab oldi. "Rostimni aytsam, men hech nimani anglamadim. U gaplarni atay anglamadim. Agar u gaplarga qiziqsam, barliq saboqdoshlar sizning bizning uyda ekanligingizni bilib qolamdikin deb o'ylab, yaxshisi men hech nimani bilmagan, davlatda nima ishlarning bo'layotganligidan xabarsiz yurgan bo'lay dedim. Darslarimni aron testa tugatdim. Ammo quluqimga hech narsa kirmadi. Darsdan qolmaydigan odatimni o'zgartmaganligimni boshqalarga ko'rsatish uchunla darsga kirdim. Menga agar darsga kirmasam, saboqdoshlarning hammasi uyga meni ko'gili keladigandek tuyuldi." İbrahim Muhitga yesashlik bilan qarab turdi. Ondan o'ziga munosabatsiz ishni so'rayotgandek: "Hukumatning uqtirishi to'g'risida ular nima deyishdi?" deb so'radi. Muhitga İbrahim saboqdoshlarining fikrini emas, o'zining fikrini so'rayotgandek tuyulib, bir haza jimib ketdi. "Ularning chaqchaqlarini angladim. Dars vaqtida orqamda o'ltirdigan bir saboqdosh yenidagi saboqdoshiga: 'Dadang İbrahimni tepib, xabar yetkazib, 5000 fond sterling in'omini olish uchun atdegandalar ko'cha aylanig'ili chiqib ketgandi", dedi. İbrahim qaqaqlab kulib ketdi. Kulgandimi chin ko'nglidan huzurlanib kuldi. Buning bilan Muhitdagi hodiqish yo'qoldi. Muhit gapini davomlashtirdi: "Bir og'inam mendan
Agar İbrahim berib o'zini ma'lum qilsa, qonun nuqta nazaridan olganda, uningga 5000 funt sterling berish kerakmi, yo'q, deb so'radi. Muhit bu gapni shu og'inisining qonunshunoslarcha talaffuzini do'rab so'zladi. İbrahim kulib turib, agar menga 5000 funt sterling berdiganlar bo'lsa, berib o'zimni oshkorlaydim. Muhitmi kulib va qizg'in holda, menga 10 000 funt sterling bergandimi, azbiroyi xudo, unda qilmayman, dedi. İbrahim do'stidagi Alloh zotlikning yo'qolganligini bayqadi. U yana bir qatim nihoyat apchillik bilan ikkisining o'rtasidagi qo'rinishni yo'qotgan edi. Ikkalan birdam jim bo'lib qolishdi. Ondan İbrahim xuddi xiyoliga kelganini so'zlayotgandek: "Sen Fahmi Abdul Aziz'ni ko'rdingmi?" dedi. Muhit bu savolning muhimligini sezmasdim, ko'rmadim. U odati bo'yicha oshxonaga qursoq to'yg'izg'ili ketgan bo'lsa kerak. Men azaldan u yerga bormayman, dedi. İbrahim uningga parvo qilmasdan so'radi: "Seningcha u qandaroq?" "Men uni toza yaxshi ko'rmayman. Uning g'alati qiyofatini ko'rsam, bir qismi bo'lib ketaman. Chunki kiyinishlari g'alati, valoqtakkur, dars tashlagan chog'larda so'zlagan nutqlari butunlay quruq gap." İbrahim qo'shimisini turdi. Ammo buni muhitga chandurmasdan o'z-o'ziga so'zlayotgandek: "U yaxshi yigit, nurg'un qatim nihoyatda muhim rol o'ynagan", dedi. Muhit birdanla İbrahimning qasdan Fahmi Abdul Aziz to'g'risida ko'proq so'zlamoqchi bo'layotganligiga diqqat qildi-da, hayron bo'lib so'radi: "Siz uni tanimsiz?" "Men uning bilan xili yaqin. Demoqchimanki, u siz bilan birga harakat qilganmi? Shundoq desammi bo'ladi?" İbrahim o'z muddaosini muhitga bir yo'li bildirish uchun "U mening turmadan chiqadiganligimni biladiganlardan biri", dedi. Bu gapdan hayron qolgan muhitning ko'zlari chaqchib ketdi va ko'zoynakini besib qo'yib so'radi: "U sizning bu yerziligingizni bilamdi?" "Bilmaydi, biroq men cho'qim uning bilan aloqalashishim kerak", dedi İbrahim xotirjam holda. "Siz uning bilan qanday aloqalashsiz?" so'radi muhit darhol. İbrahim muhitga qaradi. Ammo ko'nglidagini bildirib qo'ymaslik uchun ko'zini darhol yerga tikdi va imkon qadar ovozni tabiiy chiqarishga tirishib: "Men hozir shuni o'ylayapman", dedi. Muhit gap qilmadi. Ikkalan tangla o'yga patdi. Keyin muhit beshini ko'tarib: "Siz Fahmiga ishonamsiz?" dedi. "Uningga o'zimga ishongandek ishonaman", dedi İbrahim ishonch bilan. Orani yana jimjitlik bosdi. İbrahim muhitni o'ylanib bir qarorga kelsin deb gap qilmadi, ammo uningga pat-pat qarab qo'ydi. Bir ozdan keyin muhit o'ylanishdan zerikkandek: "Qaraganda uning bilan o'zim so'zlashishdan o'zga amal yo'q o'xshaydi", dedi. İbrahim g'alabasini tabriklagandek kulimsiradi. U maqsadiga yetgan edi. Boshqalarga talab qo'ymasdan, o'z qarorini tangmasdan, amal qilib ularni o'ylanib, o'zlari qaror chiqaradigan, o'zlari talab qiladigan qilish İbrahimning odati edi. Shunga oxir berib, qaror chiqarganmi, talab qo'yganmi, ular o'zlari bo'ladi. İbrahim go'yo muhitning so'zi ustida o'ylanayotgandek birdam jim turib: "Meningcha birdan bir amal mushudek qiladi", dedi. Muhit ikkilanib qoldi. U İbrahimning o'z fikrini rad qilishini kutgan edi. Shunga u alohzodalik ichida: "Men uningga nima deyman?" dedi. İbrahim bu ish ustida o'ylanayotgan qiyofatga kirib oldi. Amaliyotda bo'lsa, muhitning nodonligiga echindi. "Sen uningga omonat bizninkida degin, yoki bo'lmasa mening bu yerda turayotganligimni bildiradigan biror eg'iz gapni qilsangmi bo'ladi, lekin mening ismimni chiqarmag'in", dedi u. "Men uning bilan tanishmag'achqa, ikkimizning so'zlashganligimizni hech kim ko'rmagan. Hozir so'zlashganimni ko'rsa, xalqlar gumonlanishi mumkin", dedi muhit sal jiddiylashib. "Sen uningga gap qilmasangmi bo'ladi. Yenidan o'tib o'tib, uningga xotirini bersanglar bo'ldi. Biroq men shuningga ishonamanki, sen uningga gap qilgan taqdirdami, sendan hech kim gumonlanmaydi", dedi İbrahim yanada tamkin qiyofatda.
Muhit İbrahimning gapini anglab, yana qahramonlikqa munosib odam emas ekanman deb ko'ngli yerim bo'ldi. Shundaqdimi so'radi. Yana-chu, boshqa gap yo'q. Qolganini uningga qo'yib ber. U hammani joyida o'rinlashtirdi, dedi İbrahim. Muhit go'yo atigi ishni, maktabni, saboqdoshlarini, Fahmi Abdul Azizni o'ylayotgandek jim bo'lib qoldi. Muhit, seni avar qilganimga nihoyat xijilman. Sana qandoq rahmat aytishimni bilmayapman, dedi İbrahim kulib. Xijil bo'lmang. Muhit qisqana javob berdi. Ondan ustal yeniga kelib, dars tayyorlashga kirishdi. Qachon imtihon oladi? Deb so'radi İbrahim. Yarim oydan keyin. Muhit ko'zini kitobdan uzmay javob berdi. Biror parcha gazet olg'ash kelsangmi bo'pti ekan, dedi İbrahim. Gazetni burundan dadam ishdan tushganda akiladi. Muhit yanada beshini kitobdan ko'tarmadi. Ikkalan jim bo'ldi. İbrahim o'qimoqchi bo'lib bir kitobni qo'lga oldi. Muhit birdanla beshini ko'tarib, doduqlagan holda pichirlab. Lekin ba'zilar Fahmi Abdul Azizni hukumatning shpiyoni deyishidi-ku, dedi. İbrahim kitobdan beshini ko'tarib, eg'ir besiqlik bilan, "Shundaqmi? Shuningga ishonamsa?" dedi. Ular yana hukumat uni qo'lga ilingan boshqa odamlarni nazorat qilish va ularning gap so'zini bilish uchun qo'lga olgan deyishidi-ku, dedi Muhit İbrahimni o'z so'ziga ishontirmoqchi bo'lgandek. İbrahim buningga hayron bo'lmadi. "Tova, sen undaq o'ylamag'in. U durust bo'lajimi?" İbrahim degan gapiga Muhitning boshqacha sabab ko'rsatilgandek turg'unini pamlab kuldi va uningga ilhom bergandek. "Men Fahmiga ishonmasam, o'zimga, sana ishonmagan bo'laman", dedi. Do'stining bu gapi bilan ko'ngli o'rniga tushgan Muhit kitob o'qishga kirishdi. Ishik qo'ng'irog'i jarangladi. İbrahim darhol jiddiylashdi. Uning yuragi do'pildab so'qib ketdi. Bu ish uni hardirmoqda, uning ishonchisini bo'shashtirmoqda edi. "Bu cho'qim dadam", dedi Muhit. Degandek bovayning ovozi anglandi. "Kechiring, men helila kiraman", dedi Muhit va chiqib ketdi. İbrahim taqatsizlik bilan bovayning o'zini chaqirishini yoki bu uyga kirishini kutib o'tirdi. U biror xabar anglashga shunchalik tashna edi. Shundaqla bovayning qandoq holatda ekanligi, o'ziga qandoq hissiyotda bo'layotganligi, radiodan uqtirishni anglagandan keyin o'zini elib qoladigan, qolmaydigan bo'lganligini bilishga oldirayotdi. Bularni bilsa, ondan uning ko'ngli aromiga tushadi. Muhit bir parcha Al-Ihram gazetini ko'tarib kirdi va İbrahimga berib o'tib, "Dadam sizga salom aytdi", dedi. "Rahmat, u qandaroq?" dedi shu an İbrahim. Hech nima demadi. Ramazonda u ishdan keladi-da, herib ketgandek darholla yetib oladi. İbrahim lassida bo'lib qoldi. Shundaqdimi bovayning odatini o'zgartmagandagi yaxshilikning alomati deb o'ziga tasalli berdi. O gazetni ilib o'zining ismi cho'ng harf bilan yozilgan temini o'qidi. Uning chiroyida bundaq davron ko'tarishning nima zaruriyati bor degandek masxirlik tabassum jilva qildi. U hukumatning uqtirishini emas, muxbirning ziyorat xotirasini o'qidi. Xabarga qaraganda uning peyiga tushgandek emas edi. U Qashqonda o'ltirgan ikki kira mashinasining shofirimi pash qilmagan. Hatto uning chiqib ketayotganligini ko'rgan doktorning ismi yozilmagan edi. Birdanla İbrahimning ko'zi İbrahimga qaragan saqchilar ustida tekshirish ilib berilyotdi degan temaga tushib, chiroyi jiddiy tus oldi. Bu xabarda Ichki ishlar ministrligining bir komitet tashkillab, İbrahimga qarashga mas'ul bo'lgan saqchi amaldorlari ustida tekshirish ilib berish to'g'risida buyruq tushirganligi yozilgan edi. U oq ko'ngil, yavash saqchi amaldorlarda nima gunoh bo'lsin? Uning gunohi İbrahimga ishonganligi emasmi? İbrahim uning ishonchiga xoinlik qildi. Uni aldadi. Uning istiqbolini, bir gunohsiz Misr yigitining istiqbolini nobud qildi. İbrahim o'zini qachatlig'idek bo'lib ketdi. Ixtiyorsiz ichida nola qildi. U nima degan shaxsiyatchi, ha? U gunohkor. U o'ziga yaqinlashgan va ishongan barliq odamlarga ziyonkashlik qildi. U saqchi yigit, vatan xoini emas. Angliyaliklarning g'alchisi emas tursa.
u nimishqa uningga ziyonkashlik qiladi. Hatto bu yigitni unutibmi qolgan edi-ku. İbrahim intayin azaplandı. Alam o'tida puchilandi. O'ziga tasalli bermak bo'lib, "Men o'limdan qochdim. Uni jiq bo'lsa xizmatidan yo'tkib etdi, yoki bo'lmasa darajasini o'stirish vaqtini uzartib etdi", dedi. Ammo bu gaplar uni tinchlantirmadi. Kalasiga bir gunohsiz yoshning ishonchisiga tuzko'rlik qildim degan xiyol kirib oldi va har qancha qilibmi bu xiyolni kalasidan chiqarib etolmadi. İbrahim o'rnidan turib buyruq talaffuzi bilan Muhitga "Menga bir varaq qog'oz, qalam ber", dedi. Muhit hayron bo'lib uningga qaradi va daftaridan bir varaq qog'oz yirtib berdi. Ondan qalamni uzatdi. İbrahim o'ltirib xat yozishga boshladi. "Qadrlik leytenant Jamil Izzat." U yezishdan to'xtab o'ltirib qoldi. U saqchi amaldoriga kechirim so'rab xat yozib, o'zining nimishqa ketganligini, uning o'ziga bo'lgan ishonchiga nimishqa xiloflik qilganligini tushundirmoqchi. Qisqasi, o'zini oqlamoqchi edi. U xatini davomlashtirdi. "Yaxshimisiz? Sizga xat yozib, qilganlarimni tushuntirib qo'yishga to'g'ri kelyotdi." U yana to'xtadi. Balki saqchi amaldoriga xat yozsa bo'lmas. Bu xat o'z planini buzib o'tdi. Uning ustiga Ichki ishlar ministrligi u saqchi amaldori ustida tashrish ilib berayotgan chog'da, agar bu xat avatilsa, uningga texmi foydasiz bo'lishi mumkin. İbrahim qalamni tashlab beshini changolladi. U shu topda o'zining kechirgusiz gunohi tufayli azoblanayotgan saqchi amaldoridan battar azob chekyotdi. "İbrahim, sizga nima bo'ldi?" deb so'radi Muhit bearomlik bilan. İbrahim beshini ko'tardi. Ko'nglidagini bildirmaslik uchun o'zini tamkin tutib, "Hech ish bo'lmadi", dedi. Uning ko'ngli bearom bo'layotg'achqa, saqchi amaldorining ismini yozib, boshlab qo'ygan xatni yirtib etishni unutib qoldi. 3-bob tugadi.